Agar 1 AQSh dollarini Eron puliga aylantirsangiz, 580 ming real olasiz. Ammo 100 reallik qog'ozlarda olsangiz, bu 5800 ta varaq bo'ladi. Bu varaqlar paxta qog'ozdan yasalgan, har birini ishlab chiqarishga 3 sent ketadi. Demak, 5800 varaqni chop etish taxminan 174 dollarga tushadi. Har bir varaq 1 gram, jami og'irligi 508 kilogram bo'ladi. Endi buni yangi qog'ozga qayta ishlasangiz, 508 kilogram toza paxta qog'ozi chiqadi. Qayta ishlangan paxta qog'ozining o'rtacha narxi kilogrammiga 25 dollar. Bu degani 1 dollaringiz 145 dollarlik qog'ozga aylanadi. Jarayonni takrorlasak, 145 dollar 841 kilogram qog'ozga aylanib 21025 dollar bo'ladi. Buni 6 marta takrorlasak, 9 trillion 293 milliard 718 million 890 ming 625 dollar bo'ladi. Agar chuqurroq tahlil kerak bo'lsa, so'rang. Hisoblarni batafsil ko'rib chiqamiz. Bu siz bilan oxirgi ko'rishimiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmang.